Sizningcha ayol kishi turmushga chiqqandan keyin ota-onasini ko'rib kelaman desa, qancha vaqtda shariat ruxsat beradi? Vaqt. Necha kunda borishi mumkin? Bilasizmi? Ko'pchilik bilmaydi. Ayniqsa erkaklar bilmaganligi uchun o'rtada janjal kelib chiqadi. 20 kunda borasan, 3 oydan keyin borasan, 1 yilda borasan, 6 oyda borasan deb program qo'yib qo'yishadi. To'g'rimi yo'qmi? Aksariyat shunday. Xotin har bir narsani eridan so'rab qilishi zarur. Faqat sog' salomatlik holatida ota-onaning ziyoratiga bir haftada bir marta er ruxsat bermasa ham borishga, agar ular bemor bo'lsalar, keragicha borishga ayolning shar'iy haqqi bor, deyapti. Bir haftada bir marta. Kasal bo'lsa, xohlagancha deyapti, keragicha deyapti. Tushunizmi, hurmatli erkaklar? Mana bu Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning Baxti oila kitobida o'qib beryapman buni. Bekordan bekorga yozilmagan. O'sha uchun bilmasangiz kitob o'qing, ahli ilmdan so'rang. 3 ta 4 ta viloyat nariyoqda orasi 1000-2000 kilometr bo'lsa, bir haftada bir marta bora olmaydi, tabiiy hol. Buni erkak kishi bilan ayol kishi o'zaro kelishib, vaziyatga qarab, sharoitiga qarab boradi. Ammo bir ko'cha nariyoqda 10-15 minut boradigan joyda yillab bormaydiganlar bor. Yillab. Bilmasangiz kitob o'qing, ahli ilmdan so'rang.